O'zbek liboslariga teng keladigani yo'qda, to'ylaringda baxt tilayman, so'ylanaman. Shu to'yingga boqib o'ylanaman. Atlas ko'ylak kiymayman deb qizing yig'lar, o'g'ling deydi do'p kiymay uylanaman. Jon o'zbegim to'ylaringdan aylanayin. Ayollarga yaltiroqlar kiydirasan, har mehmonga bitta qo'yni so'ydirasan. Fe'ling qiziq, yillab yemay yig'asan u, boy yiqqaning bir kunda sen yo'q qilasan. Jon o'zbegim to'ylaringdan aylanayin. Mana bugun Sharif akani xonadonida katta tantana to'y shodiyonalari bo'ldi. Kelin salomni ajoyib qilib o'tkazib oldik. Suxandon boshlovchi, ya'ni jurnalist Lobar Ochilova bugun xizmatingizda bo'ldi. Ravalliqdan Shahri amma o'qituvchi Shahri Ma'lumni taniysizlarmi? Jiyani bo'laman. Qaynona tarafimdan sizlarda toqchilikda Eminjon, Olimjon ustoz deyishadi, rus tili o'qituvchisi tanisalaring, apasini kelini bo'laman, katta kelini. Qaynonajonim juda yaxshi insonlar, juda ham yaxshi ko'raman. Mana bugun, xuddi shu bugun 20 yil bo'pti to'yimiz bo'lganiga. To'g'ri kelganini qarang, esimga tushib qoldi. 20 yillik kelinman. Kelinjon, nima demoqchiman? O'zimni maqtab, o'zimni tanitish yo reklama qilish uchun emas, 20 yillik kelinni tajribasi siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. To'g'ri, qaynonam davlat ishlarida ishlaganlar, lekin juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. Soat qo'yardilar. 12 da uyingga ketyapsanmi, soat 1 da uyda bu. Rahmatli ayajonim, laqabim Kettimxon edi. 5 qizmiz. Men uyga borayotganimda, "Voy, Lobar kelyapti, hamma narsani tayyorlashar taxt." Shunday boshim borardi, oyog'im kelardi. Qo'rquvdan emas bu, tarbiya shunaqa bo'lgan. Yana bir narsa, bozorda echkisi bo'lganman-da, savdo qilib yurganman. Bozorda yurganimda, bozorda yaxshi ko'rib kelin qilganlar, xo'jayinim ham bozorda uchratib yaxshi ko'rishgan, lekin yomonlaganlar ko'p bo'lgan. "O, bozor ko'rgan echki kelin qilmadi." Qaynonam bilan turmush o'rtog'im, "Yo'q, xuddi shuni kelin qilamiz. Echkini o'zim tarbiyalab olaman, qolipiga sololaman" deganlarda o'zlariga o'xshab oliy ma'lumotli qildilar. 4 farzandli bo'lganimdan keyin mana jurnalistika universitetini yaqinda tugatdim, sirtdan, grant asosida. Nima demoqchiman? Qaynonajonni ko'rib turibman. Qanilar, yonimga keling. Juda ham yaxshi ayollar, o'qiyman desalar o'qitguvchi, ishlayman desalar ishlatguvchi, to'g'rimi? Ana bitiribdilar, ishlaga joylashvasalar, nima deydi? Baland poshnachalarni kiyib olib, tog'chilikda eng chiroyli kelini qilaman. Adashdim. Qizi qilaman dedilar-da, boya suhbatlashdik kelgan vaqtim. Shuning uchun kelinjon, sizdan iltimos, 20 yillik kelinlik tajribam, hech qachon qovoq solmang. Qovoq solgan kelindan qaynonani bir ko'ngli qolsa, qaytib isimas ekan. Qaynonam aytadilar-da, quvsalar, chap taraflardan quvsalar, o'ng taraflardan kelib quchoqlaverardim-da, qochdirdilar, jirkib tashardilar. Endi menga patxalimlik qilma, paxta qo'yma dedilar. Lekin ana shu narsa mana 20 yil o'tib yaqinda eshitdim o'zlarining opa-singillaridan. Mani Lobarim deb gapirdilar. Yolg'on gap emas, mana shuncha insonni oldida aytayapman, Xudo guvoh, peshonamdan birinchi marta o'pdilar-da. Lobarim dedilar. Urishsam ham, urgudek bo'lsam ham hech qachon qovoq solmagan, kulib qarab turgan dedilar. Shuning uchun qaynonajonga urishsalar ham, tepsalar ham kulib qarab turavering. 20 yil o'tgandan keyin men siz bilan gaplashaman, eng suyukli kelin bo'lasiz. Va'da. Qarsanglar qani? Rahmat. Bir juft chiroyli qilib kelin salomda aytsak-da, kelin nima deydi? Kelinimizga ruxsat bersak, nima deysizlar? Qani bo'lmasa, bitta muzikani qo'yib yuboring. O'chirib qo'ymadikmi? Salom.
akajon. Nima deymiz? Bitta xojona buvijonimga endi Fotiha